to'xtang. 5 minut vaqtingizni ayamang. Sizni juda katta savob ishga sherik qilaman. Men bir sababini qiluvchi qulman. Hech qanaqa manfaatlarsiz bularga men qalban mehr qo'ydim. Chunki nogironlik holatida bo'la turib, boqamondalikka ruju qo'ymasdan o'zlari oila ro'zg'orini boqamiz deb er-xotin birgalikda ko'rpa-to'shak tikishar ekan. Qarang, bir-biridan chiroyli ko'rpa-to'shaklar. Savdo qilamiz deb Big Baraka bozoridan ham to'chiya qilishgan. Mediasi yo'qligi uchun, yoritib beradigan yo'qligi uchun qarzlarga ham kirib ketishgan. Qarzi hozirda 100 millionga yaqin. Men yordamlashaymi desam, yo'q aka, o'zim ishlab uzaman. Faqat iltimos agar imkoniyatingiz bo'lsa, mana shu er-xotin tikayotgan ko'rpalarimizni 12 ta viloyat bo'yicha yaxshi niyat qilib to'y qilmoqchi bo'lgan insonlarga bir yoritib bersangiz, xizmatini beraman dedi. Yo'q, menga 1 so'm xizmatingiz kerak emas. Men hamma kanalimga qo'yib beraman. To'y qilayotgan yaxshi insonlar sizni telefon nomeringizni qo'yaman. Albatta sizga aloqaga chiqadi va ko'rpalarni sotishda bizni sababchi qiladi dedim. Xursand bo'lib ketdi er-xotin, duo qilyapti. Kelinglar aziz vatandoshlar. Mana shu insonlarni qarzlarini yopib, yana oyoqqa turib olishida siz bilan biz poddержкада bo'laylik. Chunki qayerdagi faxsh videolarni ham ko'rib, vaqtimizni o'tkazib, tarqatib, layklar bosib, kommentariyasiga bema'nidan bema'ni yozib o'tirganning o'rniga mana shu videoning kommentariyasiga kirib, yuzlab duolarni yozing. Yaxshi insonlarni to'y qilmoqchi bo'lganlarni atmetga qiling va videoni istoriyasiga torting, layk bosing, minglab odamlarga yuborib qo'ying. Bular sizlarning haqqingizga duo qiladi. Men sababini qiluvchi, siz ham sababini qiluvchi. Hammamizni oxiratda shu insonlar bilan jannatda jam qilsin. Faqat aziz vatandoshlar, sizlardan iltimos. Hozir bu oilaning telefon nomerini qo'yaman. To'y qilmoqchi bo'lgan yaxshi niyatdagi insonlar va ko'rpa-to'shak bilan shug'ullanadigan 12 ta viloyatdagi yaxshi insonlar bemalol quyidagi raqamga qo'ng'iroq qilsanglar, ko'rpalarning narxlari bilan sizlar bilan batafsil ma'lumot beradi. Faqat iltimos, boshqa vajlar bilan Sho'kazulxon uyiga boribdi, telefon nomerini bering deb iltimos qilib bezovta qilmang. Chunki bularda mening telefon nomerim yo'q. Bularni ishiga xalaqit bermang. Iltimos sizlardan. Ajal yetib yumsa ko'zimni, aytolmasam so'nggi so'zimni, men bilmasam hatto o'zimni, kimligimni Xudo biladi. Mayli meni yomonlab yuring, yiqilgan deb ustimdan kuling, faqatgina shuni biling, kimligimni Xudo biladi.